Assalomu alaykum qizlar, jonlar, qaranglar. Mendan jinsovka so'ragan qizlar. Yubka trikotajli jinsovka. So'ragan qizlar. Kapishonlik xolasiyalar bor. Toshlari Swarovski, qo'llari na rezinочки. Pugvitsali. Xolasiyalar bez. Pugvitsa bez zamka с капюшоном. Cho'ntaklari bilan. Qaranglar. Jinsovka deb so'ragan qizlarga tashab qo'yinglar. Bu ham mana toshlik oldilari. Cho'ntaklari bilan chiroyli turadi qizlar, jonlar. Qizlar, shu yubkani rasalash ko'rdim, qaranglar modelini. Ishi zo'r. Pasti немножко ketgan широкий variantda, ima qaranglar. O'zidan chiqqan yaltiroq toshlari, mayda qora tosh. Cho'ntaklari bilan qizlar, orqalarida cho'ntagi bor, to'qa ichki. Mana. Ko'rdinglarmi? Orqasi chiroyli. Xolasizlar shu rang, lekin trendda hozir bu rang ketyapti modada. Kimga kerak bo'lsa zakaz qilib olinglar. Boshqa ranglar ham bor, lekin u imенно chiroyli model. Misol shunday modeli ham bor, qaranglar. Yonboshida cho'ntak, orqasida cho'ntak. Eng chiroylisi u. Qorasi bor. Qizlar aloqaga chiqadilar. Sarafonlar bor, xolasizlar mana. Sarafon. Ko'ringlar. Sarafon zakaz qilganlar